Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ayni damda Qo'qon erkin iqtisodiy zonasi, ya'ni Qo'qonboydamiz. Mega Metalga tashrif buyurdik. Mega Metal bu metalga taalluqli bo'lgan sifatli xizmatlarni sizga yetkazib beradi. Ya'ni yomkislar bormi, osma kranlar, relsli kranlar bormi, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Misol uchun, ko'rib turganingizdek, hozir 50 tonnalik yomkis tayyorlashyapti. Bu yerda esa suyuq beton uchun tayyor bo'lgan yomkisimiz. Yomkislarda oyoq qismlari, ya'ni hozirgina yetkazib olib kelishdi. Bu esa 200 tonnalik, ya'ni diametri 4 metr bo'lgan 200 tonnalik yomkisimiz. 50 tonnalik. Buni sherigi ham bor. Hozir yana sherigini ko'rsatamiz. Ustakalar qo'llar dard ko'rmasin. Bien, ishlari sifatli. Ya'ni issiqda o'zi bu mehnat qilish juda ham og'ir. Bu esa 200 tonnalikda sherigi. Hozir bitta narsa ko'rsataman. 1560G lazer apparati. Bu lazer apparatida barcha turdagi metallar, shakl shamoillarini sifatli va aniq chiqarib berish imkoniyatiga ega. O'zini kompyuteri 2 sm qalinlikdagi barcha listlarni xuddi siz aytganingizdek, aytgan shaklingizdek sifatli holatda kesib, mukammal holatda chiqarib beradi. Shuning uchun Mega Metal o'z yomkislariga, ishlariga bemalol qo'rqmasdan kafolat beradi. Va mana shunday osma kranlar kerak bo'lsa ham bemalol Mega Metalga murojaat qilasizlar. 1 tonnadan 20 tonnagacha sifatli osma kranlarni sizga yetkazib berishadi. Bu ta'mirlash uchun kelibdi. Bu esa suyuq beton uchun mo'ljallangan Qirg'izistondan kelgan buyurtma. Qirg'izistonga ketadi. Bu esa suv uchun, bunisi sherigi, ya'ni ikkita suv uchun mo'ljallangan yomkislar. Bu esa yuqorida aytganimizdek 200 tonnalik. Kimga mana shunday yomkislar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Mega Metalga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki Mega Metal sifat va mustahkamlikning chinakam uyg'unligi.